Semizlik doim zararli deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Ammo olimlar ba'zi vaziyatlarda ortiqcha vazn inson hayotini saqlab qolishi mumkinligini isbotlashgan. Buni semizlik paradoksi deb atashadi. Sovuq iqlimda ortiqcha yog' qatlami ajoyib issiqlik izolyatori vazifasini o'taydi. Yog' to'qimalari ichki a'zolarni muzlashdan himoya qiladi. Evolyutsiya nuqtai nazaridan ajdodlarimiz uchun yog' zaxirasi ocharchilikdan omon qolishning yagona yo'li bo'lgan. Keksa yoshdagi insonlarda biroz ortiqcha vazn suyaklar mustahkamligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tana vazni og'irroq bo'lgan keksalar yiqilganda suyak sinishi xavfi kamroq bo'ladi. Chunki yog' qatlami xavfsizlik yostiqchasi vazifasini bajaradi. Og'ir kasalliklar yoki jarrohlik amaliyotidan so'ng organizm tiklanishi uchun juda ko'p energiya sarflaydi. Bunday paytda tanadagi yog' zaxiralari energetik depo bo'lib xizmat qiladi va bemorni tezroq oyoqqa turishiga yordam beradi. Albatta, har doim ham yaxshi degani emas, ammo tabiatda hech narsa besabab yaratilmagan. Xo'sh, sizningcha ozg'inlik yaxshimi yoki semizlikmi?